alaykum aziz mana shu xonadonga kelgan mehmonlar. Bugun shu Shuhrat akamning o'g'illari G'ayrajonni to'yiga xush kelibsizlar. Bu to'y albatta o'zimizning to'yimiz. Chunki biz shu san'at yo'liga kirganimizdan beri Shuhrat akam bilan birgamiz. Bizni bugungi kunda ashula aytishimiz o'zi noto'g'ri edi. Shu xalqni do'stlarimizni talabi bilan bitta aytib beramiz. Chunki biz orzu havas qilib Abdurauf Olimovni shu yerga taklif qilganmiz. Xo'p. Hadib shu bizni ko'risha o'rmasin, mana shunaqa hofizlarni ham televizorda ko'rmasin, frigini ham ko'rishsin deb